Do'stlar, barcha kutgan Kia Couch avtomobilimiz va nihoyat yetib keldi. Bugun to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Kia Couch avtomobilimizni obzordan oldin unpacking qilib olamiz. Endi avtomobilimizni obzoriga o'tsak ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, old dizayni juda ham chiroyli ishlangan. Faralariga alohida e'tibor berishingiz mumkin. Juda ham chiroyli ishlangan. Bu Kia Couch'ning 3-pozitsiyasi hisoblanadi. Bundan keyin yana bitta GT Line 4-pozitsiyasi bor. Old tomon parktronik datchiklari joylashtirilgan. Oldida Kia brendi, shuningdek radiator setkalari, tumanga qarshi chiroqlari joylashtirilgan. Mashinamizni balonlari original Kumho koreyskiy balon bo'ladi, shinalari, diskalari 16 razmerli, yengil qotishmali diska hisoblanadi. Keling endi mashinamizni zavod qilib ko'ramiz. Keling endi mashinamizda qanaqa funksiyalar, qanaqa qulayliklar bor ko'rib chiqamiz. Mashinamizda birinchi bo'lib ruliga ahamiyat berishingiz mumkin. Kojinli rul bo'ladi, multi rul hisoblanadi bu. Bu tarafda multimedia upravleniyasi bo'lsa, bu tarafda mashinani priborniy upravleniyasi joylashgan. Mashinamizda priborniy panel ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli, zamonaviy ko'rinishda va multimedia monitori joylashtirilgan. Mashinamizda dvig'zonli klimat kontrol, ya'ni ikki tomonni haroratini regulirovka qilish mumkin. Obshivka mana bu torpedalariga keladigan bo'lsak, alohida e'tibor beradigan noodatiy tekstura qo'llanilgan. Mashinamizda start stop sistemalari o'rnatilgan, sideniyalari qiziydi, rullari isiydi, orqani ko'rsatadigan kameralarini ishga tushirish knopkalari ham joylashtirilgan. Bu yerda ruchniklari mexaniskiy bo'ladi, bari bor, bari ham regulirovka bo'ladi. Bari ham kattagina, chuqurgina ichi. Yana mashinamizda lyuk ham bor. Bunga alohida e'tibor berish kerak. O'sha mashhur bo'lgan Gentra'ning lyukidan. Bizda yana salonning osvesheniyalari bor. Buni отдельно yoqsa ham bo'ladi. Yana nima? Buni tushiring.
Mashinamizda kattagina oynalari ham joylashtirilgan. Bu yerda ham osvesheniyalari bor. Mashinamizda yana salonning osvesheniyalari bor. Buni отдельно yoqsa ham bo'ladi. Avtomobilimizda aytib o'tilgandek elektronli rul o'rnatilgan. Bu juda ham yengil va yumshoq boshqaruvni sizga imkoniyatini beradi. Shuning bilan birgalikda avtomobilimizni uzoq yo'lda katta tezlanishga chiqqanda ruli qattiqlashadi. Avtomobilimiz saloniga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek juda ham keng ichi. Mashinamizning obshivkasiga keladigan bo'lsak, oyna ko'tarish, tushirish tizimlari polniy elektronli bo'ladi. Qulflash, ochish, senter zamok ham elektronli hisoblanadi. Bokovoy upravleniyalar joylashgan. Mashinamizda ochadigan ruchkalari, eshik ruchkalari xromlangan. Bu yerda teksturli sifatli materialdan qo'llanilgan. Avtomobilimiz orqa saloniga keladigan bo'lsak, juda ham keng. Meni bo'yim 1.80, bemalol o'tiribman. Baji joy ham bor. Bu juda ham keng degani. Ushbu avtomobilimizning orqa tomoni ham alohida e'tiborga sazovor, chunki juda ham chiroyli ishlangan. Faralari LED fara bo'ladi. O'ziga xos dizaynda ishlab chiqarilgan. Avtomobilimiz bagaj yukxonasini ochish knopkasi bu yerda juda ham qulay qilib joylashtirilgan. Yukxonasini ko'rib turganingizdek juda ham katta. 544 litrni tashkil qiladi. Avtomobilimizning motor qismiga keladigan bo'lsak, o'sha mashhur 1.6 dons motor hisoblanadi. Juda ham chidamli va uzoq xizmat beradigan motorlardan sanaladi bu. Keling endi ushbu avtomobilimizning pozitsiyalari va narxlari bilan tanishamiz. Kia Couch avtomobilimiz 4 ta pozitsiyadan iborat bo'lib, birinchi pozitsiya, ya'ni klassik pozitsiyamiz 219 million 900 ming so'mdan boshlanadi. Bu mexanika korobka. Ikkinchi pozitsiyamiz avtomat korobka 239 million 900 ming so'm. Prestige, ya'ni uchinchi pozitsiyamiz 269 million 900 ming so'm. Bu variantimizda lyuki bor. Eng fulli GT Line pozitsiyamiz 299 million 900 ming so'm. Agarda Kia Couch avtomobilimizni birinchilardan bo'lib xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Kia Urgut rasmiy dilerlik markazimizga tashrif buyuring yoki pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Aytgancha, videoga like bosib, kommentariyada Kia Couch haqida fikringizni yozib keting.